Assalamu alaykum hürmetli televizor köyücüler. Dünya Uyghur qurultayı tor televiziyəsi күнділік xəvərlər proqramımızға xoş gəldіңlər. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizдің təfsilatında bolsun. Amerikanın yenidən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıda turuşluq baş elçiligiga ko'rsatilgan elchi nomzodi Linda Thomasning o'tgan yili 27 yanvar Amerika Dövlət Məclisida yenidən vəzifəyə təyinlanadiganlar uchun o'tkazilgan guvohlik yig'inida qilgan so'zida Uyghur qirg'inchiligi haqidagi qaror qaytadan qarab chiqilyotidi degan bayonlari Bayden hukumatidan yangi umidlarni kutayotgan chet ellardagi Uyg'urlar orasida qattiq afsuslanish paydo qilgan edi. Linda Thomasning bu so'zlari Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarining rad qilishiga va tanqidiga uchrab kelmoqda. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan yili 19 yanvar kuni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin bu qaror butun dunyoni zilzilaga solgan va Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining bu qirg'inchilikqa qarshi qanday tadbir oladiganligi chet el matbuotlarining qiziq temasi bo'lib kelgan edi. Siyosiy kuzatuvchilarning o'rtaq qarashicha navbatda Amerika hukumatining bu qarorni o'zgartirish haqida tayyorlik qilayotganligini ko'rsatadigan hech qanday ahvol mavjud emas bo'lib, bu vaqtda yangi bir qarorning ilinishi yoki ilgirki qarorning bekor qilinishi haqida andisha qilishning hech qanday hojati yo'q. Linda Thomasning Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorning ilinishida ba'zi kamtuklarga yo'l qo'yilgan degan fikriga Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq muavin bosh elchisi Amerika hukumatining navbatdagi xalqaro ayollar masalasi bosh elchisi bo'lib ishlayotgan Kelli Kurri xonim kaskin radiya bergan. Davlatlik baho jurnalining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Kurri xonim bu vaqtda so'z qilib Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorning ilinishida barliq xizmat halqalariga to'liq rioya qilindi. Buningda kamtuklik bor deguvchilar bir bo'lsa buningdan bexabar, bir bo'lsa o'zimi bilmagan holda boshqalarni qaymoqtirayotidi xolos degan. Amaliyotda yangi navbatlik Amerika hukumatining Uyg'urlar haqidagi maydoni Joe Bidenning saylan mazgilidagi nutqlarida bir necha qitim ifodalangan bo'lib, shu vaqtlarda u Xitoy raisi Xi Jinpingni siyosiy lo'kchak deb atagan hamda millionlagan Uyg'urni yig'ilish lageriga qamagan bundoq bir rahbarga o'zining qat'iy qarshi ekanligini oshkora ta'kidlagan edi. Joe Biden tashqi ishlar ministrligining nomzodligiga ko'rsatgan Antony Blinken apandimi o'zi texi rasmiy muqimlashmagan vaqtda muxbirlarning Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorning ilinishiga siz qanday qaraysiz degan savoliga men bo'lsammi mushunda qaror olgan bo'latdim deb javob bergan edi. O'tgan yili 27 yanvar kuni uning Amerika tashqi ishlar ministri bo'lishi rasmiy yo'sinda muqimlashgandan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida u yana bir qitim bu vaqtdagi savollarga duch keldi. Antony Blinken o'zining bu vaqtdagi qarorning hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini alohida ta'kidlash bilan birga, "Men hali ham Uyg'urlar Xitoy hukumatining qirg'inchiligiga uchrayotidi deb qarayman" degan edi. Uning Linda Thomas tashqi ishlar ministrligi Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni tekshiryotidi degan so'zni qilgandan bir necha soat o'tganda bunday qat'iy mavqeni ifodalashi amaliyotda Linda Thomasning e'tiqodlarining allaqachon inkor qilinib ketgan uchurlar ekanligining bevosita inkosi edi. Yana kelib bu uning Biden hukumatining bu masala haqidagi maydoni haqida so'ralgan savollarga qarata erlarni, ayollarni va bolalarni yig'ilish lagerlariga qamash, ularni qaytadan tarbiyalash hamda Xitoy kompartiyasiga xos ideologiyani singdirishga urinish deganlarning hammasi qirg'inchilik bo'layotganligining isboti deb javob berishi, yangi navbatlik hukumatning Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni to'liq qabul qiladiganligini ko'rsatdi. Oradan 2 kun o'tib 29 yanvarga kelganda prezident Joe Bidenning davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Jake Sullivanning Washington shahridagi Amerika Qo'shma Shtatlari Tinchlik institutida nutq so'zlab, "Biz harakatga o'tishimiz, shuningdek Xitoy hukumatini Xinjiang va Hong Kongda qilayotganlari uchun badal to'lashimiz lozim" deyishi bilan bu tema yana bir qitim har qaysi axborot sohasidan keng yer oldi. Shuning bilan birga yangi navbatlik Amerika hukumatining Uyg'urlar haqida olgan qarorining osonlikcha o'zgarmaydiganligining yana bir qitim aks etishi bo'lib qoldi. Amerika Davlat xavfsizlik kengashimi allaqachon Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorning ilinishi to'g'risida o'z mavqesini ifodalagan edi. Ularning bayonotchisi bu vaqtda Washington kuzatuvchisi gazetida qilgan so'zida Biden apandi o'tgan yilda Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi haqida so'z qilgan. Shuningdek o'zining bu qirg'inchilikka butun kuchi bilan qarshi turadiganligini bildirgan. Mushuning o'zi Biden hukumatining Uyg'urlar qirg'inchilikka uchrayotidi deb qaraydiganligining isboti degan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi haqidagi qarashga qo'shilganligini bildirgandan keyin Xitoy hukumati o'zining koni usulida yana bir qitim intiqom olgan. New York pochtasi gazetining 28 yanvardagi xabarida aytilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotida Antony Blinkenning klimat o'zgarishi haqidagi xizmatda o'zaro hamkorlashish haqidagi taklifi rad qilingan. Xitoy hukumati bu vaqtda tushuncha berib, "Biz bu masalada hamkorlashishni xohlaymiz.
Ammo boshqalar bizning ichki ishimizga qo'pollik bilan aralashyapsa, biz bu xil hamkorlikni rad qilishga majburmiz degan. Amerikada Uyg'urlar masalasining partiyalar usti bir davlat siyosatiga aylanganligini ta'kidlashgan siyosiy analizchilar chet ellardagi Uyg'urlarning Bayden hukumatidan hech qanday andisha to'ymasligi lozimligini bayon qilishmoqda. Chet ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Xitoy virusi keltirgan intayin foydasiz sharoitlarga va qattiq karantin tadbirlariga qaramasdan vatanimiz Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi zo'r siyosiy hodisalarning biri hisoblangan 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini turli shakllar bilan xotirlashga jiddiy hozirlanmoqda. Bu munosabat bilan 4 fevral kuni Dunyo Uyghur qurultiyyi tarafidan 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini xotirlash maxsus tor muhokama yig'ini o'tkazildi. 4 fevral Berlin vaqti tushdan keyin soat 17 da boshlanadigan mazkur muhokama yig'ini Dunyo Uyghur qurultiyining Facebook va YouTube sahifalari orqali naq maydondan tarqatiladi. 5 fevral kuni qurultiy tarkibidagi Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining uyushtirishi bilan Germaniya Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini xotirlash va mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida maxsus namoyish o'tkazildi. Undan boshqa yana xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi tarafidan 5 fevral kuni 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini xotirlash maxsus tor muhokama yig'ini va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Bu munosabat bilan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi tarafidan turkcha nashr qildirilgan Sharq Turkiston asorat va zulmning haqiqiy mohiyati nomli kitob 2 fevral kunidan boshlab Turkiyadagi har qaysi sohalarga haqsiz tarqatilishga boshlandi. Bu harakat 10 fevralga qadar davom qiladi. Ondan boshqa yana Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq ko'plagan ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan har xil shakllardagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazishga hozirlanmoqda. Dunyo Uyghur qurultiyyi yaqinda 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligi munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni sharoiti yor bergan va o'zlari turayotgan davlatlarning qonun tuzumlari yo'l qo'ygan doira ichida 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 24-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirishga va bu orqali aziz shahidlarimizga bo'lgan hurmat va sadoqatni namoyon qilishga chaqirdi. Mustabid Xitoy hokimiyati o'tgan yil 20 yanvar kunidan buyon butun Sharq Turkiston miqyosida Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoni kurash qilish harakati qo'zg'agan. Bu jarayonda har soatdagi Uyg'urlarni ekronga chiqib Mike Pompeo apandimga til haqorat yog'dirishga sog'an. Hatto 91 yoshga kirgan bir Uyg'ur mo'maynimi ekronga chiqarg'izib Mike Pompeoni tanqidlatkizgan edi. Chet el matbuotlarining oshkorlashicha bu xil chokana harakat Xitoy hukumatining bevosita buyrug'i va qistishi bilan elib berilgan bo'lib, hatto hukumat taraf Uyg'urlarning ekronga chiqib nima deydiganligini aniq belgilab bergan. Masalan, 26 yanvar kuni Birlashma agentlikning Beijingda turishliq muxbiri DUQ o'zining Twitter hisobida atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning hukumat xizmatchilariga avatgan bir ko'rsatmaning ko'paytmasini oshkorladi. Ko'rsatmaning bosh qismida mundaq bayonlar yer olgan. Organlar va tashkilotlar yaqinda Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Pompeoning Jongoga qarshi qilgan so'zga javoban qisqa sin ishlanglar. Sin ko'rinishi uchun birinchidan Xitoy tili yaxshi bo'lgan Uyg'ur xizmatchilarni tanlanglar. Ikkinchidan Pompeoning so'ziga aniq pozitsiya bildiringlar. Hukumatning mazkur ko'rsatmasining davomida Mike Pompeoni kurash qilish haqida ishlanadigan videolik bayonotlarda Pompeoning Jongoga qarshi so'ziga qat'iy qarshi turaman. Mening uningga g'azabim keldi degan jumlalarni qo'llanish alohida talab qilingan. Ko'rsatmada bu bayonlarning partiyani, davlatni va Uyg'ur rayoni vaziyatini madhiyalash bilan oxirlashi talab qilingan. Ko'rsatmada yana men Jongoluq, men vatanimni suyaman, men xizmat va turmushda xo'shalman degan jumlalarni ishlatish shart qilingan. Dunyo Uyghur qurultiyyi Xitoy ishlari komitetining raisi Ilshat Hasan apandi bu vaqtda qilgan so'zida bu xil tashviqot xabarlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini inkor qilish, Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulm siyosatini pardozlab ko'zitish maqsad qilingan bo'lsa-mu, ammo bu xil tashviqotlarda so'zlashga majbur bo'lgan kishilarning bayonlaridan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatining haqiqiy detallari hamon oshkorlanib qoladiganligini bildirdi. Dunyoga mashhur Wall Street jurnalining 1 fevraldagi xabarida Xitoyning Turkiyadagi ta'sirining ishib berishining Uyg'urlarda andisha qo'zg'aganligi, qo'lga ilishning ko'payishi, o'tkazib berish kelishimi va Beijing bilan bo'lgan diplomatik munosabatning kuchayishining Uyg'urlarda Turkiyaga bo'lgan ishonchini ozaytganligi bayon qilindi.
Xəbərdə aytilishicha, Turkiya nurg'un yillardan beri siyosiy, diniy ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlarning panohgohi bo'lib kelgan bo'lsa-mu, biroq yaqinqi qo'lga ilishlar va Xitoy bilan imzolangan o'tkazib berish kelishimi nurg'un kishilarda Turkiya hamda panohgoh emas degan andishani qo'zg'agan. Xabarda Turkiyada Uyg'urlarni terrorlikka chetib tutqun qilish ahvollari bir qancha yildan beri izchil yuz berib turgan bo'lsa-mu, biroq uning yaqinqi oylarda kuchayganligi, eng yaqinqi tutqunning o'tgan yili 18 yanvar yuz berganligi, İstanbul soqchisining 3 nafar Uyg'urni tutqun qilganligi ta'kidlangan. Xabarda Uyg'ur tutqun Abdullaning ayoli Malikaning so'zi naql keltirilib, uning hammamiz sarosimga tushdik. Kechasi uxlayolmayotimiz deganligi bildirilgan. Xabarda soqchilarning Abdullani terrorlik bilan ayblaganligi, bir soqchining Malikaga erini Xitoyga qarshi faoliyat qilgan deganligi ta'kidlangan. Wall Street jurnali gazetining bu xabari Turkiyadagi har qaysi o'qituvchi partiyalar Erdo'g'an hukumati va uning qo'llovchisi bo'lgan Millatchi harakat partiyasini Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishga sukut qilish va Turkiyadagi eng chong Xitoyparast vatan partiyasining Uyg'urlarni terrorlikka bog'lab hujum qilishiga sahna hozirlab berish bilan qattiq tanqid qilayotgan mezgilda e'lon qilindi. Mustabid Xitoy hokimiyati o'tgan yil 20 yanvar kunidan buyon butun Sharq Turkiston miqyosida Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoni kurash qilish harakati jarayonida Dunyo Uyghur qurultiyining sobiq raisi, Uyghur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish jamiyatining raisi Robiya Qodir xonimning vatandagi navrisi Oydidor Qahornimi ekranga chiqib, Xitoy tilida Mike Pompeoni tanqidlashga va Sharq Turkistondagi atalmish cho'ng yaxshi vaziyatni madhiyalashga sog'an edi. Xitoyning bu xil razil qilmishi undan burunmi yuz bergan bo'lib, masalan 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi mezgilida Xitoy hokimiyati Robiya xonimning vatandagi sobiq yo'ldoshini, o'g'lini va urug' tuqqanlarini majburiy ekranga chiqarib va ularning nomida maqolalarni e'lon qilib, Robiya xonimni qoralash harakati qo'zg'agan edi. Bugungi kunga kelganda mustabid Xitoy hokimiyatining yana bu xil razil o'yinni takrorlashi chet eldagi Uyg'urlarning va kishilik huquq tashkilotlarining kuchli g'azabini qo'zg'adi. Robiya Qodir xonim bu munosabat bilan oldingi kuni Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish jamiyatining tor betida Uyg'urcha va inglizcha tillarda maxsus bayonot e'lon qilib, mundaq deb ko'rsatdi. Yaqinqi 30 yilda Xitoyning qaysi bir fuqarosi, bir ministr emas, bir yezi boshlig'ini tanqid qilib boqdi. Tanqid qiluvchilar bo'lgan bo'lsa, ularning oqibati nima bo'ldi? Demak, 38 urug' tuqqani turma va lagerlarga tashlansa, uni surishdimi qilinmagan. Mening telefonimni ilishga jasorat qilinmaydigan navramga Xitoyning g'ulluq axborotida tanqidiy fikr bayon qilish jasorati nadin kelgan? U erkinlikni uningga kim bergan? Mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil tashviqotining aqli normal odamni oldiyanmaydiganligini ta'kidlagan Robiya Qodir xonim, Xitoy taraf irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan bo'g'ishqa, ko'nglidagi jinoyat tuyg'usining ta'siri bilan tashviqotchilikda o'zining aqliy tamponligini yo'qotib qo'yganligi va boshqalarning aqliy qobiliyatini xato mo'ljallayotganligini bayon qildi. Robiya xonim xalqaro jamoatning Xitoyning bu darajada tuvan saviyalik o'zini oqlashlarini diqqat bilan kuzatishga va vaziyat haqida oqilona hukm chiqarib Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida to'g'ri maydonni tanlashga da'vat qildi. Amerikadagi Intercept nomli axborot o'rni Xitoyning Urumchidagi bir soqchi sondoni sonliq ma'lumot ombirini oshkorlab, Xitoyning Uyg'urlarni qandoq nazorat qiladiganligi va bostirdiganligi to'g'risida yana bir qitim xalqaro xulg'uli qo'zg'adi. Mazkur axborot o'rni o'tgan yil 29 yanvar e'lon qilgan dokladida Xitoy amonlik organlarining erishgan sonliq ma'lumoti 52 gigabaytga yetadiganligi, uning 250 million qurg'a yaqin sonliq ma'lumotni o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Kuzatuvchilarning qarashicha mazkur soqchi sonliq ma'lumot ombiri Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini texmo konkret uchurlar bilan ta'minlaydi ekan. Bu sonliq ma'lumot ombiri Xitoyning to'r tozalash qarovuli nomli yonfun hujjatlarini nazorat qilish yumtali yiqqan uchurlarni, mahalla muqimlik yig'inlarining xotirasini, har xil munosabatlik hujjatlarni, istixborot uchurlarini, tekshirilgan yerlik aslahalar, jamiyatdagi gumonli kishilarga oid uchurlarni o'z ichiga olgan ekan. Uning yonfun tekshirishi haqidagi sonliq ma'lumotida Urumchida 23 oy ichida 11 millionga yaqin qisqa uchur, 11 million 800 ming telefon xotira uchurini to'plaganligi ilgari surilgan. Dokladda ta'kidlanishicha, bu sonliq ma'lumotda yana Xitoy doiralarining 2018-yili 3-oyda Urumchining 30 ming nopusliq Chidava rayonida elib berilgan 4 haftalik yonfun tekshirishimi tafsiliy xotirlangan. Urumchi shahrining mazkur soqchi sonliq ma'lumoti Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini rad qilib, xalqaro keng tashviqot hujumi boshlagan mezgilda oshkorlandi. Interceptning dokladida ta'kidlanishicha, bu sonliq ma'lumot Xitoyning fuqarolarini nazorat qilganligi, lagerlarni qurganligi, bolalarni oilasidan ayirib yotoqliq maktablarga o'rinlashtirganligi,
qabristonliklarni buzganligi, Uyg'ur nopusini sistemalik kontrol qilganligini yoritib beradi ekan. Dunyodagi nopuzliq axborot erkinlik tashkiloti bir erkin axborot birlashmasi 1 fevral kuni 10 kishilik eng jiddiy tizimlik e'lon qilib, Xitoy turmisidagi Uyg'ur jurnalist Gulmira Iminni bu 10 cho'ng jiddiy deloning biri qilib bekitgan. Yahoo xabarlarning bildirishicha mazkur birlashma jurnalistlarning eng jiddiy 10 kishilik tizimlikni e'lon qilish orqali dunyodagi jurnalistlar duch kelayotgan xatarlik muhitga diqqat qo'zg'ashni maqsad qilmoqda ekan. Bir erkin axborot birlashmasi, birlashma agentlik, Reuters, Washington pochtasi, Davr, Erkin Osiyo radiosi, CNN, Bloomberg qatorliq dunyodagi 35 nopuzliq axborot o'rnining tashkiloti bo'lib, bu organ o'tgan yili Davos iqtisodiy munbirining yig'inida qurilgan. Mazkur organning 10 kishilik tizimligida Gulmira Imin tonishtirilib, uning 10 yildan ortiq vaqtdan beri turmada yetayotganligi, uning Xitoy hokimiyati tarafidan bo'lgunchilik, davlat maxfiyatligini oshkorlash, qonunsiz namoyish tashkillash bilan ayblanganligi bildirilgan. Uningda yana Gulmira Iminning 2009 yili iyuldagi Urumchi voqeasida qo'lga ilingan Uyg'ur tor boshqaruvchilarining biri ekanligi, doiralarning uni namoyishni tashkillash, torda namoyish haqidagi uchurlarni tarqitish, shuningdek telefon orqali Norvegiyadagi yo'ldoshiga davlat maxfiyatligini oshkorlash bilan ayblaganligi aytilgan. Xitoyning Gulmira Iminni muddatsiz qamoqqa hukm qilishi ilgari Amerika Davlat Majlisi, Amerika hukumatı, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti, Yevropa İttifaqı va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchragan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər пируграммисini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.